Hammaga salom do'stlar. Bugun biza Ekbarash bilan birgalikda bolalar uyina keldik. Shu niyat qilgan edik, shu bolalar bilan palov yeyimizda. Demak, shu bolalarni duo qilib qo'yinglar. Yurtda kerakli farzand, o'qimishli farzand bo'lib yetishsinlar, baxtli saodatli bo'lsinlar. Yetdik, bolalarning kayfiyatini ko'tarish uchun keldik. İşte palov. Yemiz endi o'tirib azar. Adınız kim? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Plan nechik ulg'ayganman, xudo xolasa. Plan. Ha. Milliy gvardiya. Milliy gvardiya. Issoq. Duo qilinglar. Shu bolam Milliy gvardiya bo'lsin. Yurtga xizmat etaman dedi yana. Palov yoqamsan? Ha. To'xtamasın. Atabek doğan yüregen diyor. Bir çepek çalalım. Şu Ekberash'takiler xonadonlaridan yaxshi günler to'ylab bo'lavergay. Ne karziyatları bo'lsa hammasi ro'yobga chiqib, shunday tez hisoblarni qilib turishlar nisbatga. Rabbana atina fid dunya hasanat va fil oxirati hasanat va qina azobinnor. Allohu ekber. Ana. Palov yoqdimi? Salomat bo'ling. İşlerin bereketini versinler. Şimdi bak. Bolalar uyini yonimda. Nima kiring bu? Bog'cha bor ekan. Bog'chani osh tarqatdik deyim. Yo'q, dahshat palov. Vallahi izzati bu. Yaxshi o'tiribmisizlar? Vallahi ham osh tarqatdik.